Aytishlaricha, suv tanqisligi bilan muammosi bor davlatlarda tekstil sanoatini rivojlantirish sal xato deyishadi. Siz bunga qanday qaraysiz? Suv tanqisligi bor davlatda tekstil rivojlanmaydi degan tushunchaga qarshiman. Sababi tekstil degani paxta degani emas faqat. Men bitta zo'r voqeani aytib beraman. Shanxayda bitta ko'rgazmada prezentatsiya qilyapman. O'zbekiston salohiyati mana biz $3 milliard eksport qildik dedi. Mandan keyin Vyetnamlik chiqdi. Ha biz $77 milliard eksport qildik dedi. 3 milliard qayerda, 77 milliard qayerda. Endi bitta savol. Vyetnamda nima ishlab chiqaradi matoni? 95% xom ashyoni import qiladi. Ya'ni bu degani tekstil rivojlanishi faqat suv kerak degan narsa emasda. Texnologiyalar kerak. Hozir shunaqa suvlarni tejab beradigan, filtrlab beradigan texnologiyalar chiqdi. To'g'rimi? Agarda biz arzon xom ashyoga tayangan arzon segmentda qolib ketsa, ya'ni qaysi bosqichda O'zbekiston qolib ketadi o'sha muhim. Agarda biz qo'shilgan qiymatli segmentga o'tsak, suv tanqis bo'ladi. Bo'lmaydi, buni ahamiyati yo'q. Mani javobim tekstil faqatgina suvga bog'lanmaydi. Paxtadan boshqa judayam ko'p boshqa xom ashyolar.